Musulmonlar yana bir bor dunyoni lol qoldirdi. Shu o'rinda Rossiyaning juda ham katta cherkov ruhoniysi shunday dedi: Moskvaning ko'chalariga qarang, millionlab mashinani bag'rida sig'dirgan ko'chada musulmon yigitlar sig'mayapti. Hammasi sportchi, chekmaydi, ichmaydi. Alloh uchun hech qaysi yo'ldan qaytmaydigan yigitlar turibdi. Hattoki boshqa millat vakillari ko'chada yura olmayapti. Hamma yoqda musulmonlar yig'ib olgan. Hammasi to'g'ri ibodat qilyapti deya gapirdi. Undan tashqari, agar ularning imomi, masjiddagi imomi bir og'iz vatan uchun, xalq uchun jon berishga tayyormisan desa, hammasi bir ovozda ha deb javob beradi. Nimaga biz shunday bo'la olmaymiz deb gapirdi. To'g'risi, respekt. Bu yilgi Hayit ayyomi juda ham chiroyli o'tdi deb o'ylayman. قد رأيتم ثلة الثوار جورا يقتلون وشباب في ربيع العمر ظلم